Men bu uyda Madina uchun o'tiribman. 6 yil oldin Maryam uchun yashayotdingiz uyimda. Endi Madina uchun yashaysan. Yana bitta tug'ib bersangiz, shunda 5 yil 4 ta bo'lsa, 6 yil emas, 8 yil. shunda qara, Maryam, Madina hozir o'g'il tug'ib bersang, yana 5 yil, shunda hozir 15 yil, yana bitta tug'asa, 20 yil, 25 yil, yana 3 ta tug'ib bersang, sabablari ko'p bo'ladi men bilan yashashga. Maryam deysan, Madina deysan, yana o'g'il tug'ib bersang, o'g'lim uchun yashayapman deysan, keyin yana o'g'il tug'ib bersang, 4-o'g'lim uchun yashayapman deysan, shunaqa qilib qarib, oxiri 70 dan oshib, 80 ga yaqinlashganingda o'shanda bemalol. Ha, nevaralaring uchun yashaysan. Bilasiz siz. Menga ana oppo paltoyim bor. O'shaniki senga surpriz bor. Men ko'rdim surprizlaringizni. Bo'ldi. Bunisi boshqacha. Yetadi. Menga qaragin, 17 yashar qizdek namuncha nozlanding? Ikkita bolang bor, qayerga borasan?